Assalomu alaykum oxunchamiz YouTube kanalining hurmatli obunachilari, chorva ishqibozlari va bizni kuzatib boruvchi aka-ukalar. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Xaton qishlog'ida Abdurashid do'stimiz xonadonidamiz akalar. Bu yerda sizga ko'rsatib o'tgan hunojinlarda narx-navosini yoritib berish maqsadida yetib keldik akalar. Qaysi birini sifati, bo'y va sizga ma'qul kelib qolsa akalar, ekraningizga nomer joylashtirib qo'yaman, telefon qilaverasizlar. Abdurashid ukamizga telefon qiling, xudo xolasa vodiy bo'ylab dastlabkilari bilan chiroylab arzonroq narxdan sizlarga yetkazib beradilar, do'stim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizsiz charchamang. Kevoldingizmi aka? Xudo xolasa aka, molimizni sifat sortiga, kelajagiga, dastlabkasiga umuman o'ylashmasin. Dastlabkasini bori O'zbekiston 12 ta viloyatga qilib beraman, kattasidan chiqib ketib qolmasa bo'ldi. Hamma yog'iga yuramiz aka biz. Yo'nalishimi, boshqasimi garantiyasiga keladigan bo'lsa aka, bir haftacha garantiyasini qilib beramiz. 7 kunga garantiyasi bor. 7 kunga garantiyasi bor. Kamlik qiladigan bo'lsa 10 kun qilib beraman aka. 10 kunga. 10 kungacha. O'zi molni yedishisi 2 kunda aniq bo'ladi. Lekin biz 10 kungacha garantiya beramiz kerak bo'lsa aka. 10 kungacha kerak, sinov olaverasiz. O'ylanmay telefon qilishaversin, garantiyali yeridan molni olishyapti aka. Bo'ldi. Bugungi sanamizni eslatib o'tamiz akalar, 22-iyul. Haftaning chorshanba kundamiz. Bugungi aka, xudo xolasa kanalimizda yangi emasmiz. Oldindan chiqib yurganmiz. Xudo xolasa obunachilarimiz taniydi. Meni bilishadi qanaqa mol olib kelishimni. Yaxshi mol, ertaga kelajagi bor narsa olib kelaman. Xudo xolasa birinchi qo'limiz. Hali birovga foyda berib, ikkinchi qo'l, uchinchi qo'l qilib olib kelmaymiz. Xudo xolasa narxiga, sortiga, qimmat arzonga yana bitta yangilik bor aka. 3 kunga garantiya beraman. 3 kun. 3 kunga qimmat arzonli. Masalan, hali molni olgandan keyin qimmat olib qo'ymadimmi ekan, boshqamikin deb o'ylanib o'tirishmaydi. Xudo xolasa men olgan mol, mendan olishgan molni bozorga solishaveradi. Bozor solishsa aka, agar azina qimmatli qilsa yoki bir 200 ming foyda qilayotgan bo'lsa ham, telefon qilsa 300 ming kartalarga tashlab beraman. 500 ming qolishadi foydasini aka. Bo'laveradi. Qaysilardan boshlaymiz endi? Aka, xudo xolasa hozir 4 tadan boshlaymiz. 4 ta yirikroqdan. Boshlang'ich akalar 4 tasi. O'zi emas, standart ekan. Ozgina farqi bor ekan. Hammasini go'doy tashlaysa qilmaydi. Sifat sortida kelajagida farqi bor. Endi masalan, mana birinchisini ko'rib turibsiz. Molni bitta ko'rsatib qo'ying. Uzunlik holatini ham, stoykasini ham, kalla boshini ham. Endi mana ikkinchisini ko'ring. Shuncha novosda ham damini beraveradi aka. Ko'chadi, yaxshi. Mana ikkinchisi, mana uchinchisini. 4 tasi ham Firmennoy varianti. Ochiq gap aytganda aka. Ona qarang. Bittadan baldaqqa olsa aka mashinalari masalan 5000 so'mdan 20000 so'm baldaqqa qo'yilsa aka, bo'ldi-da firmennoy bo'ladi. To'g'risi oramizda mayna qilayotganlar ham ko'p aka. Unaqa narsadan kerak yo'q aka. Azgina foyda qilsa, xolalab bo'ldi aka. Nech puldan beradi? Buni narxini aka ochiqga boshqa kanallarda, masalan, o'zingiz ham eski videolaringizda ko'ryapman. Men ham ko'p video ko'rib o'tiraman-da. Narxi 14 milliongacha chiqyapti. 14,5 million qo'yyapti aka. Bugun unaqa narx qo'ymaymiz aka. Chunki o'zim ham eng arzon sotdim deganda 13,5 qilib sotganman-da, mana shu mollar. Bugun ham aka to'ralasin, bir joyga olsa 13,500 dan qo'yish niyatim bor aka. Xayrasini qilib beraman. 13 dan bo'laveradimi? Yo'q, unaqa ko'p so'rama. Yo'q, qarangda. Meni bitta xarakterim bor-da, haligi osmondan kelib turib, mana 15 million aytib olib turib, Oxunjonga 100 ming, 500 ming, o'zimga 500 ming deb o'tib kelsam bo'laveradi. Anaqa o'yinda kerak yo'q, chunki bu YouTube'da 5 yasharli bola ko'rmaydi-da aka. Bo'ldi, nechta? Borga qilib beray aka. Aka 13,500 dan telefon qilsa o'tib beraman. Yo'q, o'zlari o'tib berasiz. Kami bor. Sizga ham aka keyin 200 dan o'tib beray, 4 tasiga 800 ming o'tdim bo'ldi aka. 300 dan bo'ladi-da, qarang. 13,200 dan siz $100 o'tgan bo'laman. Unaqa ko'p foyda qilmaydi aka. Meniki ham to'g'risi bilasiz. Azina foydasiz sotaman. Chunki soniga ishlayman-da. Men novosini ochib hammasidan olib kelaman bilasiz. 50 ta 60 ta mol aylantiraman. Shuni hisobiga xolos. Olashaversin aka. 13,300. Baraka olasiz. Maza qilasiz aka. 13 million 13,300 dan aka, lipo yerga solishtirsin. Agar boru mana shu molni bersa, men yana o'tib beraman. 13,300 dan. Biri qo'yib qo'ygan bo'lsa ham keling. Qo'lda beringda 13 milliondan qilib beraman men. Baraka olasiz. 13 dan qo'ydingiz. 13 dan olasiz. Bo'ldi aka. Siz obunachilarsiz. Maza qilsin bo'ldi aka. Bitta like bosib qo'ysin. Mol olmaydigan odam yetkizsin deb yozib qo'ysin. Avvalo ko'ngil toza qilsa aka, xudo xolasa yetkazadi. Keyingisiga aka yiriroq 10 tasi bitta qo'yib beraman. 10 tasi bir joyda. Azmakag'ini ham suraveringda. Mana endi qarang. Bitta shuni ko'rsatib o'tkazib ketamiz aka. Keyin sizga ko'rsatib beraman. Mana birinchisi. Mana qarang. Mana 2. Mana 3. Abdurashid, gapingni bo'ldimi? O'rtacha bo'y basti. Bo'y basti Azbek aka nechiga edi? 1 metr plyusda aka. 1 metr. Ha, 1 metr plyusda o'lchalgan aka. Xudo xolasa borganda ham o'lchab olishaveradi. Mana u chegara, mana orqadan boshlanadi. Mana birinchisi aka. Mana ikkinchisi. Mana uchinchisi. Ha. Spas o'tini ham ko'ring. Bo'ladi. Mana to'rtinchisi.
To'rtinchisi. Stoykani qarang, buni sonda ko'ring. Uni men ozgina yesa-ka keyin ko'rinadi. Endi bular dalavajda. Berib tursa o'zgarmaydigan bo'lam o'zgara. Endi mana qarang, mana sifatini ko'ring mana. Qo'lim tekkizganmi yo boshqa ham qarang. 6-inchisi bo'ldi ashi. Mana qarang, mana 7-inchisi. 7-inchisi. Mana 8-inchisi. Aha. Mana 9-inchi. Mana kerakani ko'rsating aka. Chakmanda kerakani tushuydi-da, ko'ring. 9-inchisi. Mana 10-inchisi. Mana 10-inchisi shekilli. Mana 10-inchisi. Bitta sana qadash qo'ydi aka. Bir kam dunyo hech kim adashmay qolmagan aka. 10 dona. Bitta bonus qo'yarish deyishmasmi? Ichidan bitta suyuq tovuq olsa bekeriga. Hammasi xudo xolasa qo'yib. Bir-biridan o'taman degan narsalar, kelajagi bor narsalar. Narxi вообще shagaland bularga. Tushunavering? Narga 13 qo'ydimi? Buni eshitgan quloq loq olsin. 13dan xayra qilib beraman bular. Bo'ldi. 13 pasda bitta narx aytasiz. 13 pasda demang, 13dan. Telefon qilsa xayra qilib beravering aka. Qarang. Optim, buni ulgurchi narx bo'ladi. Optimga narx tushish kerak. Tushadi. Men buni 4 tani 13dan qo'ydingiz, a? Endi aka qarang, bu 4 ta qo'ydim-da, uni ham bitta ikkita qo'ymadimmi? 13 milliondan qo'yib beraman. Aka 100 dan kam bo'lsin bo'laveradimi? 10 tasiga 1 million o'tib beraman. 200 dan bo'lsin, 200 dan. 200 dan 2 million ketadi. Unaqa ko'p o'yda qilmaydi aka. Ong bo'pti sizlar sizga. Maza qilasiz aka. 12 million 800 dan bo'ldi. 12 million 800 dan. 12 million 800 dan. Hop, hammasi jami 14 ta ekan. 14 ta. Endi optimga ham aytib qo'yavering. Yo'q, optim. Monolar aka 12 million 800 emas. To'g'risi o'tib beraman, jicha. Ko'ngillar tuyganim bor. Nimaga aka obunachilarni sifatishgan yorib qo'yishyapti. O'tib beray, ozgina aka bitta gap gapiraman, lekin so'rashmaydi. Telefon qilishadi, uka jo'natvar mol oldi deyshadi. 10 tasini bir joyga olsa 12 million 500 dan dehqonni qo'liga, dalaga, toqqa, hamma yoqqa solishtiribsiz. Hech qayda berib qo'ying. Menda bor. Olishsa maza qilasiz aka. 12 million 500 ming so'm. 500 ming so'm. 500 ming so'mdan. Aka olishsa maza qilasiz. Aka bu faqat sizlarga obunachilarimiz. Aka mol olmaydigan odam bitta laykni bosib qo'ysa, xudo xolasa, narx-navo hamma yoq yengil bo'ldi aka. Bo'ldi, akalar. Kalla boshlarni ham ko'rasizlar, narx-navolari savdolash uchun qo'yildi. Ekran ostiga nomer joylashtirib qo'yaman, telefon qilib talashib, tortishib, qiyishib, savdo qilib olasizlar. Masalan, ana kallasini ham ko'rsatdingiz-a, birattasini bir yashi kattasi yoki bir puliga yo'q-da, ertaga men o'zim ham nimaga chertib olganman. Mendan olgan odamam ne boqsa yoki 5 oy boqsa yoki sigir qilsa ham ertaga yaxshi narsa bo'lsin deyman. Men so'kib emas, bir yaxshi niyatda eslab yursin deyman. Duo qo'ysin-a. Mana mollarni hammasini oyog'ini ko'rsatdi. Ve sigirlarga e'tibor berib yursangiz aka, yaxshi katta sigirlar buni oyoq qarayib ketadi, bilasizmi? Unaqa bo'lmaydi. Xudo xolasa hammasini bunday qarang, oyoqlari ham stakanda yo'q, tekkiz oyoqdan aka. Hali novvos oyoq bo'ladi. Bo'laveradi. Akalar, o'zimiz ham chertib olib kelganmiz bularni. Qaysidir bir sifati bo'y basiga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar telefon qilaverasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, hamma chorvasiga umriga Alloh baraka bersin. Narxlarni kelishtirib bersangiz bo'ladi. Aka, xudo xolasa mana kelishtirib qo'yib berdik. O'ylanmay menga telefon qilishdan oldin boshqa kanalga solishtirib ko'ring. Keyin menga telefon qiling. Oladigan odam hamma kanalda ko'rib keyin oladi. Ha, yo'q, endi aytganim aka, hamma kanalga solishtirib keyin telefon qilishsa, xudo xolasa chiroyli ishlarni bitirib beraman. 12 million 500 dan qo'yganlar. Tanlab olish holatiga qarab kelishiladi aka. Plus minusi bor. Bo'laveradi.